ish quroling soz bo'lsa mashaqqating oz bo'lar deydi-yu. O'shanga o'xshab mana shunaqangi tapchikani aslida men shunga oldim. Sababi pol yuvganimizda, masalan, pilisosim ishlatganimda ham oyog'im izi yoki tapchikani izi bo'lardi. O'shanga bu tapchika juda ham udobniy ekan. O'tgan videomda buni obzorini qilganman. Suv bakini doim tozalab turish kerak, lekin meni bir ikki marta esimdan chiqqan. O'shanga hidlanib, g'alati bo'lib qolgan ko'rganlaringda Bavi bilan tozalaymiz. Qani ko'ramiz, qanaqangi effekt beradi. Bavi reaksiyaga kirguncha men qolgan ishlarni qilib turaman. Pollarni archib qolgan, polning uborkalarimni qildim. Tapchikani bir maqtanib ham ko'rdim. Eng tez chang bo'ladigan podokoniy bo'lsa kerak, bir 2-3 ta latta ishlataman. Polning hamma joylari changlarini artdim, mokriy, vlajniy uborka qildim. Yengil biralarda ham artib chiqdim, changlari bo'lsa deb. Xullas, mingta latta ishlataman, lekin undan keyin mana shu kir lattalarni yuvish ham problema. Bugun hamma lattalarni Bavida o'tib ko'raman. Undan oldin masalan kir sovunlarda, to'g'ri sovunlarda ishqalab yuvardim. Oppoq bo'lardi, lekin ko'p vaqt ketardi. Qo'llarim g'alati qurishib ketardi. O'shanga sizlarga eng oson yo'lini ko'rsatib qo'yaman. Lattalarim reaksiyaga kirib toshib ketdi. Hamma lattalarimni yig'dim. G'alati bo'lib qolgan lattalarimni ham yig'ib Bavida o'tdim. Hamma uborkalar qilgunimgacha bitta reaksiyaga kirib toza bo'lib qoldi. Bitta chayqab shotkada artib bordim. Ko'rdilaringmi? Noxush hidini ham yo'qotadi Bavi. Shunisi menga juda ham yoqdi. Lattalarni qaranglar. Hali bularni kir mashinada yuvganim yo'q. Bitta kir mashinada chayqab yuboramiz. Mana paqirlari ham top-toza yangidek bo'ldi. Hamma joylari yaraqlab qoldi. Lattalarni mana hech qayerda montaj qilmasdan realni ko'rsatyapman. Qalay qizlar, effekti zo'r. Bavi bilan hammasi oson.